Shu kabi savollar bilan ko'pchilik bemorlar bizga murojaat qilishadi. Bunga bir necha omillar sabab bo'lishi mumkin. Bular quyidagilar. Birinchisi mahalliy va umumiy immunitetning pasayishi. Ikkinchisi allergiya, ya'ni organizmda allergenlarga nisbatan sezuvchanlikning yuqori bo'lishi. Uchinchisi o'tkir respirator virusli kasalliklar, o'tkir tumor, o'tkir gaymonitni o'z vaqtida davolamaslik. To'rtinchisi burun bo'shlig'ining anatomik buzilishlari. Bularga burun to'si qiyshqligi, gipertrofik rinit, burun o'smalari, gayr bo'shlig'ida kista va poliplarning bo'lishi kiradi. Shu holatlarda burun va burun atrofi bo'shliqlarida aeratsiya, ya'ni havo almashinuvi buzilishi va sekret ajralishining kuchayishi natijasida mikrob uchun qulay sharoit yaratiladi. Keyingisi yuqori jag' tishlardagi muammolar. Yuqori jag' tishlarining ildizi gayr bo'shlig'iga qaraganligi sababli ulardagi infeksiya gayr bo'shlig'iga o'tishi mumkin. Bundan tashqari yuqori jag' tishlariga plomba qo'yilgan paytda plomba materiali tishdan gayr bo'shlig'iga o'tib ketishi va atrofida zamburug' massasining to'planishiga va gaymonitni qaytalanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari tananing burun va tomoqning uzoq muddatli gipotermiyasi, ya'ni sovqotish ham sabab bo'lishi mumkin. Bunga ayniqsa yoz oylarida salqin ichimliklar ko'p ichish, ko'p miqdorda muzqaymoqlar iste'mol qilish, muntazam konditsionerdan foydalanish misol bo'lishi mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan omillarni bartaraf etish orqali siz qayta gaymonit bo'lish muammosidan xalos bo'lishingiz mumkin.